Nima uchun? Men qishloqlarni ishini qilmayman, dedim. Hammaga salom bilan kompot videorolikimizda qishloqlarni aytganiga kirmay o'tiribman. Kofemni ichib o'tiribman. Osmonga qarab, osmon ham go'zallikdir. Hozir kofemni qo'yaman va tashqariga chiqaman-da. O'tirib va osmonga qarayman. Va osmon musaffo kofemni ichib o'tiraman. Uxlarim kelib ketdi. Endi dalaga chiqsam ham bo'lardir. Kofemni qo'yib, dalaga chiqaman. Qani, bo'ldi, ketdim. Hozir mana osmonlarga qarab olib, ketdim dalaga. Hozir eshikni yopamiz asta, chiqamiz, uyga ketamiz. Mana ketamiz. Qishloqqa Kapot, eshigini och. Och deyapman. Och. Kompot, sening bir gapim bor. Aytchik, da qishloqqa ayt. Men kofemni ichib o'tirgandim, sen eshikni taqillatgansan. Shunda keldim, mana kofem. Yur birga kofe ichamiz, keling. Yo'q, rahmat, kerak emas. Kelaman, vaqtim yo'q. Kim bilan ketishim kerak edi. Hay, ketaver, men seni choy-chaqaga mehmon qildim lekin. Qachondir borarman. Kapot, ketishim kerak. Ketaver, bo'ldi, mana ochiq yo'l senga. Rahmat. Lekin ketmasang yaxshi edi, men uchun bilmadim lekin. Qachondir borarman. Endi uyga borib eshikni yop, tushundingmi? Davay kompot, endi soatga qarab yotaman. Zo'r bo'ldi, endi budillikka qo'yib yotishing. Xayr, rostdan qo'yaman budillikka. Faqat davay qilarlik. Qo'y, hay qishloqqa davay. Davay qo'y. Davay kompot, uyimga borgan paytim qo'yaman. Hop qishloqqa uyga borib budillik qo'yib uxla. Tezroq bo'l. Davay. Rahmat kompot senga. Davay yetil ket bo'ldi. Uxlarim ketdi. Deb fonarni olamiz va sanduqqa qo'yib qo'yaman va kofemni unutmayman. Va endi men uxlashim kerak. Obed ham bo'lib qoldi deb men uxladim. O'tin ham bo'lib qoldi. O'rnimdan tursam ham bo'lardir. Turdim davay. Kam turdim. Qarayman, soat 9 bo'ldi. Men dalaga chiqishim kerak. O'tlarni shunga tozalashim kerak. Qishloqimga qarab borish kerak. U budillikka qo'yishga boradi. Derazadan qaradim va dalaga chiqaman. Mazzaligini qaranglar. Eshikni ham yopdim. Endi va quyoshga qarab o'tiribman. Qishloqqa qo'yandir. Ketdik. Mana shu uylarga kirsam, shu qishloqqa bo'lsa kerak. Deb qishloqning ichiga kiramiz. Sakramiz. Va qishloqqa nega uxlayaptimi? Budillikka qo'yardi deyapman. Nima? Men buni uxlayotgan desam, men uyga ketdim. Bu hali uxlayapti. Bu budillikka turish kerak deb menga va'da beradi. Qishloqqa tur. Eshitmayapti ham shuni. Qishloqqa tur. Qishloqqa tur deyapman. Eshitmadi ham hali ham. Qishloqqa tur. Qishloqqa. Hozir turib qolar. Qaldan beri uxlayotibdi. Bo'lmasa, asta-sekin ketsam ham bo'lardir. Eshikni yopamiz va uyga kiramiz. Va eshikni ham yopamiz. Ko'rdinglarmi? U budillikda qo'ymasdan eshitmadi ham. Endi men agrotim to'g'rilashim kerak. Ketdim agrotim to'g'rilashga. Mana bularni olamiz. Hammasini olish esdan chiqmasin. Ekib tashlaymiz. Hammasini ekish esdan chiqmasin.
bularni ham, kartochkalarni ham, hammasini olish kerak. Somonlarni ham olaman. Mana qo'ydim hammasini. Bo'ldi. Огородimni ham tugatdim. Endi uyga borsam bulardir. Uyga boraman, ketdim. Bu огородni ham to'g'rilab bo'lganman. Shunchalik qishloqni uyga kiramiz. Turibdi. Nega turyapti haqdan beri qishloqqa? Qishloqqa tur. Haldan beri uxlayotibdi bu. Bu budillikka qo'y deyapman. Dedim qishloqqa tur. Nega turmayapsan? Qishloqqa tur. Bu budillikka qo'y deyaptim senga. Ko'zlari yumuq. Va chiqaman, uyga kiraman va somonlarni ham qo'yaman. Ketmolimlar ham. Va bunga budillik qo'yish esdan chiqdi. Mana budillik qo'yamiz, hamma joyga qo'yamiz. Hamma joyga esdan chiqmasin qo'yish. Qo'yamiz hozir bir diringlab uyg'otaveradi deb o'ylayman. Qo'yamiz, hamma joyga qo'yish esdan chiqmasin. Qo'yish kerak hamma joyga qo'yamiz. Va uyg'onishimiz ham turmayapti, shuncha baqir-chaqir, shuncha budillikda ovozlar kelyapti. Qishloqqa davay tur. Qishloqqa tur deyapman. Menga ta'sir qilmayotgan bu uyquchi. Men budillik qo'yib yotadim. Shuncha budillikda uyg'onmadi. Endi hammasini sindirib yurish kerak. Shunchalik azob. Qishloqqa buncha turmaysan, haldan beri g'urrayotib yuribdi. Nimadir o'ylashim kerak. Va eshikni yopib, qarnimga uyga kiraman. Kuchli budilliklarni qo'yib oldim ham. Mana kuchli budillik. Endi turib qolar. Haldan beri uxlayapti. Bilmadim, endi yoqish vaqti keldi. Buni sindirib va dalaga chiqamiz. Bilmadim, lekin qishloqqa turmayapti. Shuncha budillik qo'ydim. Kuchlilardan ham qo'ydim. Endi uyg'onar deyman. Kolonka ham qo'yaman. Katta kolonka buni andiq uyg'otadi. Men bilaman. Uyg'otadi. Mana bir kompyuterni qo'yamiz va qo'shib qo'yamiz. Va 1 2 3 ana qo'shib qo'yildi. Nega uyg'onmayapti? Qishloqqa uyg'on. Uyg'on deyapman. Haldan beri g'urraga o'tibdi. Endi tursa kerak, derazalari ham sinib ketdi. Endi turadi. Va qaradim, derazalari ham sindi. Va bo'ldi, qo'shiqni o'chiramiz. Nega turmayapti bu? Bu budillikka voy, bola oqil borga kirmaydi. Shuncha mehnatim qayerga ketdi? Voy. Meni bo'ldi, bularni olamiz uydan. Haldan beri uxlayapti. Endi buni bilmadim nega turmayapti bu qishloqqa. Endi mikrofonda gapiramiz. Da, yaxshi. Gapir. Haldan beri uxlayapti. Buni turg'izish iloji yo'q. Va hammasini sindiramiz. Bola turg'izish iloji yo'q. Nimadir o'ylab topishim kerak. Bo'ldi. Qishloqni olib chiqaman va astalik bilan tushaman. Va turbaqa yuraveramiz. Va ana yerga qo'ysam ham bo'lardir. Yo'q, bilmaydi. Yuraveramiz. Suvni ichiga tashlashim mumkin. Ana suvni ichiga tashladim va ketdim. O'zi uyg'onar deb o'ylayman. Uyg'ondimi? Yo'q, uyg'onmayapti. Hozir uyg'onishi mumkin deb o'ylayman. Shuncha turyapti, nega uyg'onmayapti? Uyg'on, Jitil, uyg'on, qishloqqa. Oldim mana, endi uyg'onmayapti. Voy, qishloqqa tur. Qishloqqa. Va eshitilmayapti, haldan beri uxlayapti u. Qishloqqa tur deyapman. Bir qo'lda urib uyg'onmayapti. Bu nima bu? Haqiqiy va bu turib etmayapti. Bu bo'lsa beriga bitta rang qo'yamiz. Va 1 2 3 mana. O'tdim, nega bo'lmayapti? Mana deyapti.
xurrak yotayapti yana. Mana depman. Tfu. Yana bir marta o'tamiz. Ana lava tushdi. O'lishni boshlayapti. Ha, uyg'onardir. Qoch. Ha, uyg'onadi hozir. Uyg'on, qishloqqa uyg'on, nimalar deyapsan? Hozir uyg'onsa kerak. Do'stlar. Kanalga obuna bo'ling. Davay ketdik, kompot. Ibi shuncha mehnatım qayerga ketdi? Voy, galversa. Endi derazalari, uylari yonib ketmadi hali ham. Endi boshqa yo'l qilamiz. Bu yillar ushlamayapti. Endi esa men katta piramida qurdim. O'shaning ustidan tushaman deb o'ylayman. Yoki tushirishim mumkin. Alvil tashlayman, alvil. Tushadi deb umiddaman. Va tushdi mana qo'ygan. Ya tushdi mana. Endi pastga tushib ko'rib beramiz. Uyg'ondim. To'g'ri, pastga tushib ipi g'altamdan uyg'onmabdi. Qishloq uyg'on, nimalar qilyapsan? Yomg'irroq o'tib, bu asabim yo'nayapti. Bu bir iloji bor yoki uyg'otishni iloji yo'q. Nima qilsam ekan? Ana qishloqqa uyg'ondingmi? Nima sen ahmoqmisan? Shuncha men uxlaganimdan holi bilganim yo'q. Lekin og'riqlarni sezdim. Kim nima qildi? Bilmadim lekin. Davay men qilib uxlayapsan. Men seni yoningga borsam, sen nimalar qilyapsan? Qishloqqa yetil. Men uxladim-ku, kapot. Nima deysan endi? Uy, nimalar bo'lyapti? Qurilyapti. Qo'rqib ketyapman. Uy, ketdim. Qishloqlar ham shunchalik ko'p uxlaydimi? Voy, damay. Voy, dalim, shunchalik ham ko'p uxlar ekan. Yo'q, jetal ko'p uxlaykan, o'ylaganimdek. Bo'ldi, u budillik ham uyg'onmaykan. Bo'ldi, men budillikdan foydalanmayman qishloq uchun. Sizlar bilan kompot bo'ldi, hammaga xayr.